Naruto olamida ko'plab dramatik lahzalar mavjud. Ba'zi sahnalar yurakni larzaga solsa, ba'zilari ko'zga yosh keltiradi. Quyida Naruto anime va mangasidagi eng qayg'uli 7 ta sahnani eslaymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Zabuzaning oxirgi iltimosi. Dastlab Zabuza Momochi shafqatsiz yollanma qotildek ko'ringan. Ammo u ham inson edi. Hakuni yo'qotganida u yuragidagi haqiqiy tuyg'ularni ochib berdi. Zabuza dushmanlariga qarshi oxirgi bor kurashib, Gatoni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. O'limidan oldin u Narutodan so'radi: "Iltimos, meni Hakuni yoniga qo'ying." Bu so'zlar uni Haku uchun chinakam g'amxo'rlik qilganini ko'rsatadi. Хаку. Это последнее мгновение человека, прожившего безумную жизнь. Jirayaning o'limi. Jiraya Narutoning eng yaxshi ustozlaridan biri bo'lib, u doim hazilkash edi, lekin yuragida chuqur mas'uliyat his qilardi. O'limidan oldin u Konohaga muhim xabarni yetkazish uchun jonini fido qildi. So'nggi daqiqalarda u o'z hayotini ko'z oldidan o'tkazdi va so'nggi bor shunday dedi: "Men doimo muvaffaqiyatsizlikka uchraganman, lekin bu safar haqiqiy hikoyamni yozib tugatdim." Jirayaning o'limi Naruto uchun katta yo'qotish bo'ldi. Itachining haqiqati. Barcha Itachini Konohaning eng yovuz jinoyatchisi deb bilardi, lekin uning o'limidan keyin haqiqat ochildi. U Konohani saqlab qolish uchun o'z klanini qurbon qilgan edi. O'z hayotini ukasi Sasuke uchun bag'ishlagan Itachi o'lim oldidan unga so'nggi bor mehr ko'rsatdi. "Seni doimo yaxshi ko'rganman, Sasuke." Bu lahza Naruto olamining eng yurakni ezuvchi burilish nuqtalaridan biri bo'ldi. Minato va Kushinaning o'limi. Narutoning tug'ilishi shodiyona bo'lishi kerak edi, lekin hamma narsa boshqacha bo'lib ketdi. Obito Kyubini ozod qilib Konohaga hujum qildi. Minato va Kushina o'g'illari Narutoni himoya qilish uchun hayotlarini fido qilishdi. O'lim oldidan Kushina o'g'liga so'nggi maslahatlarini berdi. Uni ismi Naruto. Biz Minato bilan Jiraiya senseining kitoblaridan olganmiz. Bu ismni Neji Hyuganing qurbonligi. Neji yoshligida taqdir oldida ojiz ekaniga ishonardi, lekin u hayot o'z qo'lida ekanini tushunib yetdi. Urushda u Naruto va Hinatani himoya qilish uchun o'z jonini fido qildi. So'nggi daqiqalarda u shunday dedi: "Naruto, sen endi yolg'iz emassan." Bu so'zlar Narutoga katta saboq bo'ldi. Haqiqiy kuch boshqalar uchun jon fido qilishdir. Naruto. Hinata is willing to die for you. Obito va Rinning ajralishi. Obito Uchiha Naruto kabi orzular bilan yashagan bolakay edi. Ammo uning butun hayoti Rinning o'limi bilan o'zgarib ketdi. Obito Rinning Kakashi tomonidan o'ldirilganini ko'rganda, u dunyoga nisbatan butunlay umidsizlikka tushdi. "Men bu dunyoni endi qabul qila olmayman." Bu lahza Obitoning qorong'u tomon sari ketishiga sabab bo'ldi. Kakashi, mana nima uchun men olamni o'zgartirmoqchiman. Naruto va Iruka o'rtasidagi hissiy lahza. Naruto bolaligida hech kim uni qabul qilmasdi. Iruka esa birinchi bo'lib uni inson sifatida ko'rgan va ota kabi mehr bergan odam edi. Naruto Hokage bo'lishidan oldin Iruka undan so'radi: "Meni ham oilang deb hisoblashga ruxsat berasanmi?" Bu so'zlar Naruto uchun hamma narsadan muhim edi. Chunki u ilk bor haqiqiy oilasini topganini his qildi. Bu lahzalar bizga muhabbat, fidokorlik va insoniylik haqida eslatadi. Har bir qahramon o'z yo'lida og'ir sinovlardan o'tgan. Siz uchun eng qayg'uli sahna qaysi biri bo'ldi? Izohlaringizni kutib qolaman. Bu senmisan, Haku? Nima yig'layapsanmi? Sen doimo men oldimda bo'lgansan.
Hozirda qo'limdan keladigan birgina narsa bu sen bilan birga bo'lish. So'ngida. Bilaman, buni ilojisi yo'q, lekin sen turgan joyda men ham turishni xohlardim. Qaniydi seni oldinga bora olganimda. Bu so'nggi bor xayrlashishimiz. Haku. Agar siz ularni o'lishiga qo'yib berganingizda, Kanohada hech kim sizni yomonlamasdi. Sizni sha'ningizga tegishdi va siz o'zingizni o'ldirdingiz. Bu juda og'riqli. Barchasi yaxshi, Kakashi. Menimcha imkonim bor deb o'ylamayman. Yo'q. Kakashi. Rinni himoya qilaman deb va'da ber. Va'da beraman. Xo'sh. Menimcha bu meni yakunim. Rinni himoya qila olmadim. Senga bergan va'damni ustidan chiqa olmadim. Meni kechir, iltimos. Obito. Rin. Sensei. Bolakay Jiraiya jang maydonida halok bo'ldi. Nimalar deyapsiz? La'nati. Nahotki hozir men shunday o'lim topsam, ketishiga qo'yib berdingiz. Shunday emasmi bu jon? Nega uni bunday qiyin topshiriqqa yubordingiz? Siz axir hammadan ko'p uni yaxshi bilardingiz-ku. Qanday qilib uni yolg'iz bunday topshiriqqa yubordingiz? Bas qil, Naruto. Jinursen. Agar Jiraiya sensei 5-Hokage bo'lganlarida bu jon Tsunadeni bunday topshiriqqa yubormagan bo'lardilar. Hech qachon. Endi esa qalamimni bir chetga qo'yaversam ham bo'ladi deb o'ylayman. Bu hikoya Naruto Uzumaki haqida. Ha, eshitilishi yomon emas. Itachi o'z do'stlarini o'ldirdi. Boshliqlarini, o'z sevgilini, o'z otasini va o'z onasini. Sen tanlagan yo'l shu bo'libdi-da. Xavotir olma Itachi. Seni yo'ling biznikidan ancha og'irroq. Sen ajoyib bo'lasan. Lekin u o'z ukasini o'ldira olmadi. Meni kechir, Sasuke. Lekin bu yakun. Menjek ninjalarni chaqiring. Tezroq bo'ling, jarohatlar og'ir. Yo'q. O'ylashimcha o'lyapman. Bu yerda o'la olmaysan. Sen Hyuga klanini o'zgartirishing kerak. Seni bir paytlar aytgan so'zlaring meni va taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi. Nega men uchun bunchalar harakat qilyapsan? Chunki sen meni daho deganding. Naruto, hali juda ko'p narsalarni senga o'rgatmoqchi edim. Juda ham ko'p narsalarni senga o'rgatib, juda ko'p narsalar haqida sen bilan gaplashmoqchi edim. Seni yaxshi ko'raman, Naruto. Kel, bu vaqtni faqatgina ikkimiz yolg'iz o'tkazamiz. O'layotganim uchunmi bilmadim. Birdaniga ko'p gapirishni boshladim. Seni oldinda hali juda ham ko'p qiyinchiliklar kutyapti, Naruto. Lekin nima bo'lganda ham hech ham taslim bo'lmasdan faqat olg'a yur, Naruto. O'zgarma, Naruto. Menga bir paytlar aytganding. Aytgan so'zini ortga qaytib olmaslik. Bu sening ninja yo'ling. Hali ham shundaymi? Shunday. Naruto. Sen eng yaxshi Hokage bo'lasan. Albatta.
Videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat deb qolaman va nihoyat qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da YouTube ga qaytib keldim. Endi tez orada Obito Madara Itachi haqidagi videolarni kutib qolasiz degan umiddaman.